Yumshagan. Qimmat nechi pul ishlayapti? 200 ming beraymi, любой ishsiz qilaman. 100 ming beraman, ishlaysizlarmi? Ayyo, to'g'ri keladi aka. Xo'p, aka. Sizga aytyapman, ha. 100 ming beraman, ishlaysizmi? 100 ming? Ha. Yoningizga yana bitta sherik olib oling, 100 ming 200 ming qilib beraman. Mayli, Oybekjon, ketdik. Menga ustun tushiribsan, biroz yetkazsanmi? Ovqatini mana olib kelib turardim. Ha, endi boshlab qo'ydik, kiravering. Ustalar hormanglar, yaxshimisizlar? Sizlarga muzdekkina so'ng olib keldim. Qorninglar ochsa bemalol aytaveringlar, yana ovqat olib kelib beraman. Yo'q. Aka baraka topsin. Odamning mehnatini qadriga yetadigan odam ekan-a. Baraka topsin. Shunaqa ekan. Usta akalar Mahmudga qo'ydim bo'lmasa mana. Allohim bandasiga muhtoj qilib qo'ymagin, rizqimni barakali qilib bergin, oilamga narsa olib kiray, ota-onamga, singlimga, o'zimga so'ramayapman-ku, Allohim. O'zingdan o'tin so'rayman. Shokir aka, o'zimdan kelishmovdik. Bu suraga tashlab berdik-ku. Akalar ovora bo'libsizlar, shart emas edi. Necha pulga gaplashuvdik? 100 mingdan 200 mingga gaplashdik. Bo'ldi, hozir mashina chekka qo'yib yuborib hisoblashib olamiz. Aka, mana kelishilgan pul 100 ming 200 ming. Sizlar ham menga juda ham o'xshab ekansizlar. Mana sizga aka, duo qilib qo'yasiz. Bu ham sizga. Odamni xijolat qildingiz, kelishilgan pulni berdingiz, yetardi o'sha. Menga o'xshaysizlar degan sababi aka, mana shu joy ko'rsatyapti-da, shu yerga kirasiz. Rahmat. Rozi bo'ling. Ha, onasi? Adasi, kelishingizda pampers bilan qilishib olmaylik. Bo'ldi, xo'p. Olib boraman bo'ldi. Okey, ikkita shashlik yumshoq qilib pishirib bering, onamga olib boraman-da. Sovib qolmasligi uchun nonga solib bering, iltimos. Xo'p bo'ladi, akajon, jazmi qiymami? Jaz, okey? Bo'l chiroyli qo'yib beraman, akajon, hozir. Kelasi safar niyat va maqsadlaringizni yozayotganda o'zimga ham deb yozib keting. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Faqatgina biz o'zbeklarda oilam, bolam, chaqam deb o'zini unutib qo'yadigan mard o'g'lonlar uchun yurakchani bitta qizartirib qo'yamiz. Va sizlarga behammat soklarni tavsiya qilaman. O'zim sevib iste'mol qiladigan natural soklar. Mard o'g'lonlar uchun. Bismillah.